2023-yilda kreditga men mashina oldim. O'zi naqdga olgan imkoniyatim bor edi, bitta aqlli maslahati bilan $15,000 ber, $15,000 kredit qilgan, o'sha pulni aylantirsang, o'sha pulni o'zi uzadi degan narsani qildi. Chista matematika, to'g'ri? $15,000 tovar olaman, $15,000 pulim oyiga 5-6 million pul topadi. O'sha puldan o'zini o'zi uzarkan degan matematikani qildim. Bu matematika hech qachon ishlamaydi. Hech qachon ishlamaydi. Mana o'zimda ham ishlamadi. Ishlamagani uchun hammaga aytayapman. O'sha mashinamni sotdim, orqasidan yana ikkita narsamni sotib, o'sha kreditni uzdim. Atrofda yana ichib-ichib qarzam bo'lib qoldim o'sha paytda. Bu hayotda hech qachon kredit degan baloga men yaqinlashmasligimga shu narsa turtki bo'ldi. Hammaga shu maslahatim, o'zlaringni boy qilib ko'rsatish uchun, nimadir qilish uchun, qanaqadir kimdandir o'tish uchun bunaqa mashinalar olib, boshqa qilib olib minmanglar. Yoshlar asosiysi, men tengi va mendan kichkina yoshlar. Sizlarda bo'ladi bu narsa. Kreditga Gentra olib, kreditga Malibu olib, o'zlaring boy qilib ko'rsatish uchun umuman narsaga harakat qilmanglar. Nabarot orqaga ketadi. Oyligim 5 million, 3 milliondan o'zib orar ekanman degan narsa qilmanglar. Baraka yo'qib qoladi. Bundan katta summalar topgan bo'lsa ham o'sha pulni biz uzolmadik. U pulni bizdan kattasi ham uzolmaydi. Nechta odam baloga kelayotgan bo'lsa shu kredit orqasidan kelyapti. Bu videoda kreditga Gentra olib, shunaqa Malibu olib, meni yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar.